Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Gazi Roza Washington'da sözdeyimiz. Bugün çizsaq 2020 yıl 6. ayının 23. günü. Hepteki seyşembe. Bugünkü vaziyetin ey sağ vatandaşım hazır Hindistan Cumhuriyet Türkiye'deki çigara toqunuşida yana bir qatım söhbetke olturdu. Şundaqla bugünkü en mühim vazife ya keçirilən vaziyet Aksaray'ın iqtisad məsləhətçisi Peter Navarro. Çünkü Amerika o'rtasidagi birinchi bosqichda savdo kelishimi to'g'risida keskin ifoda bildirdi. Prezident Trump bunga nisbatan yana umid borligini, çünkü onu saqlab turadiganligini, kutib turadiganligini, bu kelishimni ijro qilishi mumkinligini, çünkü hukumatining yani shunday umid borlik bilan buni umid qiladiganligini ifoda qilib bildirdi. Bugünkü vaziyet mana müşahede hürmetli vatandaş sebebi biz sizlerge yakında sözüldük. Çünkü onun söhbet vekili Liyoxu aynı çağdı ki 18-19. günümüz gün arlığında sizlerge sözüldük. Biz türlü sebepler tüpeyli diyenle misal keltirip bu kelişimni icra kılalmayımız. Yani bizge besim tolu bulup gittiydi. Bu kızık gap vatandaş. Bu kelişim iki devlet o'rtasida imzolandı. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jumhur Xalq Jamhuriyati o'rtasida. Biz oldingi yillarda davatgan so'zlab kelayotgan savdo urushi bu ikki davlat o'rtasida yuz berdi. Mesela Jumhur Xalq Jamhuriyati va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida. Undaqda Amerika Qo'shma Shtatlari kelishim masalasida nemishki sizga aralashmaydi. Yoki bazı meselelerde neymiş ki besim işletmeydi. Besim işletse arlası bu yolsuzluk bulamdıken ha. Liyoxu efendi. Siz üçüncü bir taraf bilen savdo kelishim imzaladınız yok. Siz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan savdo kelishimi imzaladınız. Şuna muvaffaq payti muvaffaq ishlar tufayli Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati savdo ishlariga munosabatda sizning ishlaringizga aralashadi. Bu qoida bu. Liyoxu efendi. Endi mavzu keleyli hürmetli vatandaş. Amerika Cumhuriyeti birinchi bosqichda savdo kelishimi tugashdimi? Prezident Trump Twitter'da fikir qoldirib endişelerini tinchlantirdi. Mavzuli xabar 6. ayning 23. günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bunday ko'rsatdi. Amerika Cumhuriyeti birinchi bosqichda savdo kelishimi texnik mukammal. Buningdan sal burun Aksarayning savdo maslahatchisi Peter Navarro bunday degan edi. Bu qatimqi savdo kelishimi butunlay tugashdi. Peter Navarro haftaning birinchi kuni, yani 6. ayning 22. günü Fox haberleri televiziyasının bir programmasida muxbir Amerika Cumhuriyeti savdo kelishimining ahvoli to'g'risida savol qo'yganda Peter Navarro bunday ko'rsatdi. Kelishim tugashdi. U yana bunday dedi. Burilish nuqtasi shu bo'ldiki, Cumhuriyet savdo vakillari umiga 1. ayning 15. günü Washington'da kelishimga imzo qo'yib, Washington'dan ayrilgandan keyin Cumhuriyet yuqumliq virusning tarqalishi to'g'risidagi ahvollardan xabar topdik. Peter Navarro bunday ko'rsatdi. Ular, ya'ni Cumhuriyet shu vaqtda necha 100 ming odamni bizning davlatimizga avatib, yuqumliq virus tarqatdi. Dünyanın sözlüğü leksiyalarına devamı cümlemişi gepler qarana. Çünkü bir neçə 100 min adamını əvətə bizden devletimizde yuqumluq virus tarqatdı. Ularning aeroplanları götürülüp çok bir neçə minutdan keyin biz Cumhuriyet'de yuqumluq kesel tarqallık aldık da haberlerini anlaşqa başladık.
Peter Navarro yuqorqidek bayon qilgandan keyin Amerikada poychak bozorida bahoti yo'qsiz tushib ketdi. Undan keyin Peter Navarro yana bir bayonotida mundaq ko'rsatdi. Mening so'z bayonlarimdan kishilar qalaymaqan foydalandi. O sözlərinin Amerika Jungo birinci bosqichda savdo kelishimi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Mening uçaqda so'zlagan so'zlarim Jungo yuqumli virusning tarqalish manbasini yushirib, yuqumli virusni dunyoga bor kuchi bilan tarqatgandan keyin Amerikaning Jungo kompartiyasiga ishonch qolmoqchi, o ishonchi qolmadi demoqchi edi. Demek o'ziga bo'lgan ishonchni Jungo virus ahvoli bilan biroq o'zi tugatdi degan gap ma'noda. Prezident Trump haftaning birinchi kuni Twitterda fikr qoldirib, mundaq ko'rsatdi. Jungo bilan tuzgan kelishim texnik mukammal. Men ularning, ya'ni Jungoning kelishimdagi moddalarni davomli ijro qilishni umid qilaman. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Mike Pompeo o'tgan hafta 6-oyning 17-kuni Hawaii shtatida Jungo Tashqi xizmat komitetining mudiri Yang Jiechi bilan ko'rishgandan keyin mundaq dedi. Suhbat jarayonida Jungo taraf birinchi bosqichda savdo kelishimi ostidagi barliq majburiyatlarni ijro qilishni qayta sharhladi. Lekin Sharq Osiyo ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar katibi David Stilwell mundaq dedi. Suhbat jarayonida Jungo tarafning pozitsiyasi toza aktiv bo'lmadi. U yan to'liqlab turib mundaq dedi. Jungo birinchi bosqichda savdo kelishimini qanday ijro qiladi? Jungo Amerikaga sherik bo'la olamdi, bo'la olmamdi. Va ölçeydiğen sınaq taşıdır. Ötken bir neçe aydan beri Jungo'nun yuqumli virusda qandaq bir taraf qilishni davr qilgan holda boshlangan talash tortishlar va ixtiloflar Jungo Amerika munosabatini o'zliksiz jiddiylashtirib o'tdi. O'tgan haftaning payshanba kunida, ya'ni 18-kuni Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo bilan butunlay ayrilib ketadigan siyosat yoki siyosiy tanlashda qilaveradi. Bu ehtimollik, ya'ni Jungodan Amerika butunlay ayrilib ketadigan bu ehtimollik, bu Amerika uchun aytganda bir siyosiy tanlash. Biz mush fikrimizda qolamiz, ya mush fikrimizda sheng turamiz degandek ma'noda prezidentning so'zi ana shundaq so'zlandi 18-kuni. Hurmatli vatandoshlar.